Shri-Lanka. Shri-Lanka tabiat va sarguzashtlarni sevuvchilar uchun jannatdir. Orolning har bir burchagi Bentotaning oltin qumli plyajlaridan tortib, Nuwara Eliya yashil choy plantatsiyalarigacha go'zallik va osoyishtalikka to'la. Shri-Lanka bu abadiy yoz demak. Okeandagi havo harorati +25 dan +35 gacha bo'lib, namlik 70-80% ni tashkil qiladi. Okeandagi suv harorati ko'pincha havodan biroz sovuqroq bo'ladi. Orolning janubiy yarmi suzish uchun ishlatiladi. Qishda g'arbiy qismi, yozda sharqiy qismi, dengiz va okean hamma joyda iliq. Plyajlar ko'pincha qumli, ammo to'lqinlar va oqimlarni hisobga olish kerak. Sayyohlar uchun eng mashhur va mos plyajlar Unawatuna, Veligama, Mirissa, Kandy, Ella va boshqalardir. Shri-Lanka bu Hind okeanidagi ajoyib orol davlatdir. Qadimiy ibodatxonalar bilan ham mashhur. Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri yoki qulay reyslar orqali bu yerga borish mumkin. Sayyohlar uchun ochiq o'lkada boy tabiat va madaniyatni his qilish imkoniyati yanada kengayadi. Tropik tabiat va past narxlar sayyohlar uchun ayni muddaodir. Ovqatlarning narxiga keladigan bo'lsak, 2-3 dollarga bemalol qorin to'yg'azishingiz mumkin. Mehmonxonani 15-30 dollarga topasiz. Tabiatni sevuvchilar uchun ideal joy desak ham bo'laveradi.